Bugun ikkinchi qismini oldim. İkinci qismini olish yaxshi yoqtirib qoldim-da, unchalik. Obuna bilan like bosasizlar deb o'ylayapman. Bosib qo'ysangiz dangan chiqmasin. Bo'ldimi, shuni aytmoqchiman demoqchi bo'lganlar. Yo'q, buni aytish uchun emas, o'ynayapman. Ochiq aka otam menga telefonni berdi. Hozir men ukam otam telefonini beribdi-da. Hozir biz u bilan Minecraftda video qilamiz. O'shani bemalol ko'rasizlar. Aytib qo'yay. Like bilan obunani bosib qo'yinglar. Bosmaganlaringdan keyin qattiq xafa bo'lib, umuman video olmasligim mumkin. Chunki Badishka bilan uni bosmaganim umuman qilmaysan degan. Xo'pmi? Xo'p deganlar uchun rahmat. Kattakon rahmat. Ukam ham gapiryapti. Iltimos like obuna bosinglar, ko'rgan yarasha, uni bosmasalaring ko'rmanglar. Iltimos bosinglar. Bitta vaqtim bir minut ham ketmaydi-ku. Men o'zimiz shuncha narsani qilganimcha qancha bo'ladi? Ular shuncha narsani qilgancha 1 minut ham bo'lmaydi-ku. Sizlar bilan PUBG o'ynaymiz. Hurmatli obunachilar, nega videolarni ko'rib obuna va like bosmaysizlar? Albatta like va obunani bosib qo'ying. Hech kim ko'rmadi. Hatto ko'chim. Unda bu neydi? Bu kanalni o'chirib yuborishim ham mumkin. Sababi hech qanaqa obunachi yo'q. Shuning uchun ko'proq qilinglar. Yaxshisi sizlarga maslahatim. Maylimi? Obunachilar, sizlarga omad. Obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Hech qaysi bir videoda ko'rganmisizlar? Hammoda Headbolt videolarini ko'rib obuna bo'lib qo'yasizlar-ku. Nega meni yangi video ochganman, shunga obuna bo'lib qo'ymaysizlar? Obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos sizlardan. Sizlar menga qilgan eng katta sovg'alaring bo'lardi. Keyin men uni yaxshi videolarni olib boshlardim.